yoshlarimizning mashaqqatli shu bilim olib o'qishda ko'rsatgan jonbosarlar mehnatlarning samarasi bo'lmish bugun diplomlarni berish marosimida yig'ilib turibmiz. Sizlarni chinga tabriklaymiz. Xullas ma'lumotsiz degan o'rindan darajadan ma'lumotli degan darajaga qaysi joyga o'z hujjatingizdan kirib borayotgan huquqqa ega bo'lasizlar xudo xolasa. Mana shu qishaloq bayramlar bilan aziz ayollarimizni, ustozlarimizni, lo'g'ay go'zal qizlarimizni, bitiruvchilarimizni mana shu qishaloq bayramlar bilan tabriklayman. Men hammalaringizga omad tilab qolaman. Keyingi hayotlaringizni zafarlar tilayman. Hech qachon hozir mana yuqorida aytilgan so'zlardan kelib chiqib, ilm olishdan to'xtamang. ishini shaxsiy manfaatimdan yuqori qo'yishga diplomimizni qo'limizga olganda juda ichimizda hayajon kuchli bo'lyapti. Nihoyat 2 yillik sarf-harakatlarimiz bilan diplomlarni ham qo'lga kiritdik. Men Buxoro endomet klinikasida hamshira bo'lib ishga kirganimdan juda ham xursandman. Sharoitlar uchun rahmat sizga. Zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan texnikumda o'qiyapmiz. Tugatganimdan so'ng Buxoro shahar tibbiyot birlashmasi xususiy klinikaga ish faoliyatini olib bormoqdaman. Buning uchun ta'sischimiz Umurov Farruh Faxriddinovich va menga barcha ta'lim bergan ustozlarimga katta rahmat tilayman. Sizlarga boshim egguncha ta'zim qilaman. Men 207-guruh talabasi To'xtay va Sabinaning dadasi bo'laman. Meni qizim mana diplom bilan taqdirlandi. Men xursandman. Bugungi qo'shaloq bayram bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Mana shu juda chiroyli kasbni o'g'lim egallash uchun juda xursandman. Hamma domlalarga kattakon minnatdorchilik bildiraman.